Bir insonni sevaman, u meniki bo'lsin deyman, nima qilay? Muhabbat seriyasining 2-qismi. Hayotimizda shunday vaziyatlar bo'ladiki, bir insonga qattiq muhabbat qo'yamiz, lekin afsuski u inson bilan to'siqlar sababli ajrashishga to'g'ri keladi. Xo'sh, bunday vaziyatlarda muslima qiz qanday yo'l tutishi kerak? U nima qilsa go'zal xotimaga erishadi? Albatta, birinchi bo'lib istixora qilish. Bu muhim qarorni qabul qilishdan oldin Allohdan so'rab qilinadigan namoz va duodir. Hadisga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: agar sizlardan biri biror ishni qilishni xohlasa, 2 rakat namoz o'qib Allohdan yaxshisini so'rasin. Buxoriy hadisi. Ya'ni u inson sizga xayr olib keladimi yoki orzularingizni xarob qiladimi? Bunga oydinlik kiritish uchun Allohdan hidoyat so'raysiz. Bir narsani esingizdan chiqarmang. Istixora o'qigach har qanday taqdirga rozi bo'ling, chunki eng oxirida u inson siz bilan bo'lmasligi ham mumkin. Bu uchun shukrona ayting, chunki bu ham go'zal xotima aslida. Keyingilarga ko'p istig'for qiling. Istig'for aytish va sabr qilish eng muhimidir. Esingizda bo'lsin, sizning taqdiringizda yozilgan narsa hech qachon sizni chetlab o'tmaydi va sizga yozilmagan narsa har qanday harakat qilsangiz ham baribir sizniki bo'lmaydi.